Assalomu alaykum Texnopuls mijozlari. Bugun sizlar uchun yana bitta katta skidkamizni boshlaymiz. Uyga rozvorga kir moshina olib ishlataman deganlar uchun hadovoy razmerda 7-8 kilolik kir mashinalarimizni zo'r hadovoylardan tayyorlab qo'yganmiz. Bulardan 7 kilolik Immel kir mashinamizni eng zo'r modeli bo'ladi. Bu kir mashinamizda 15 ta funksiya bo'ladi o'zida naq. Hop, bitta funksiya par bilan ishlaydi. Achizka barabani bor, aralashtirib materiallar solib yuvsalar bo'laveradigan funksiyasi. Qo'shimchasiga yana qo'shimcha chayqashi bo'ladi o'zida. Barabarlarini ko'ramiz. Barabarlari ham ancha katta qilingan. Bu kir mashinamiz BLDC inverter motor hisoblanadi. A2+ ekonomika klassida tokiylarda teja beradi. O'ziga 3 yil, motoriga bo'lsa 10 yil servis tomonidan garantiya beriladi. Hop, ikkinchi kir mashinamiz hop 7H brendidan bo'ladi. Bu brendni уже hozir ko'pchilik tanidi, bildi. Hop, kir mashinamizda o'zida 16 ta funksiya, 3 ta funksiyasi, naq 3 ta funksiya par bilan o'zi yuvib beradi. İçlerini ko'rsanglar bo'laveradi. Ichlari ham ancha katta, nejabeka baraban, kiyimlarni yuvayotganda kashka qilib cho'zib qo'ymaydi. Inverter motorli hisoblanadi. Bunimiz ham BLDC inverter, motoriga 10 yil, o'ziga 3 yil servis tomonidan garantiya beriladi. Hop, kir mashinamizni endi sal kattarog'ini olaman deganlar uchun 8 kilo olaman deganlar uchun xuddi shu brenddan 8 kilolik modelimiz bo'ladi. 8 kiloligimizda ham xuddi shunaqa 16 ta funksiya, bitta funksiyasi par bilan yuvib beradi. Bunimiz yaxshi tomoni qo'shimcha chayqashlar ham bo'ladi. 1 martadan 3 martagacha kirlar yuvayotgan paytda yana start bossanglar, pauza bo'ladi. Eshik 3 sekund ichida o'zi ochib beradi. Hop. Yana kirib ko'rsanglar bo'ladi. Ichini ko'ramiz. Ichi ham ancha katta qilingan. Hop, haqiqiy diamond bilan hisoblanadi. Kiyimni yuvayotganinglarda kashka qilib cho'zmaydi. Ekonomika klassi 3 ta A+ klassida bo'ladi. Bu ham inverter motorli, BLDC inverter bo'ladi. Motoriga 10 yil, o'ziga bo'lsa 3 yil servis tomonidan garantiya beriladi. Hozirda bu kir mashinalarimizning narxini, bozorlardagi narxidan biz skidga qo'ygan narxini aytib o'tib ketamiz. Hop, Immel kir mashinamizni 240-250 dollar atrofida sotilayotdi. Sizlar uchun bu kir mashinamizning narxini 219 dollarga berib yuboramiz. 7 kilolik. Hop, 7 kilolik 7H brendimiz bo'ladi. 7H'imizni hozirgi kunda bozorlarda hozir ham solishtirib ko'rsanglar bo'ladi. 280 dollardan qimmatroq sotishyapti. Buni sizlarga narxini 239 dollarga qilib beramiz. Hop, 8 kiloligini bo'lsa hozirgi kunda 300 dollardan baland sotishyapti. Sizlar uchun bor yo'g'i narxi 269 dollar bo'ladi. Sotib olmoqchi bo'lsanglar, nomerlarimiz pastda bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib sotib olsanglar bo'laveradi.